Şu çigitni vaqtida ekib, qaraganligimiz uchun go'nglarga silitrani aralashtirib, molni go'ngiga tovuqnikini aralashtirib, shu sepganligimiz uchun mana paxta planlari bajarilib ketdi. 55 sentrdan paxta oldim. Zo'r bo'ldi. Boshqasi gapirsam shuni o'zi. Birortasi ob-havo yaxshi keldi, bu yil paxta yili bo'ldi demaydi. Mana noyabr bo'lishiga qaramasdan biror marta yomg'ir yog'madi. Hammasini birinchi so'tga topshirdik. Ob-havo ham zo'r keldi. Bu Alloh tomonidan deyyor. Yerni chuqurroq haydaganligimiz uchun suvni 4 marta emas, 5 marta quyib yubordik. Mashik urib ketdi paxtalar, ko'saylar ham mayli bo'lib ketdi. Ochilganda mayli bo'lib ketdi hammasi. Zo'r bo'ldi-da deydi. Nima uchun o'tgan yil planni bajarmading? Demak sen chuqurroq haydamagansan. Silitrani sepmagansan.